Yo'q, hamma assalomu alaykum, sizlar bilan Jazirk Minecraft bugun Minecraftda 3 ta hack sinab ko'ramiz. Bu video ancha cho'ziladi. Masalan, 20 minut, 30 minut, 40 minut. Xullas, YouTube so'g'illadim. 15 minutda ko'p qo'yish mumkin emas. O'sha to'g'rilagandan keyin endi 20 minut, 30 minutda bemalol video chiqaraman. Survival qilsam oxirigacha qilaman. Uyga kelgandan keyin har doim survivallar tugaydi. Bo'lsam go. Birinchi navbatda bizga ko'pi mana u name tag bilan bo'ladi. Shuning uchun bizga name tag o'zi kerak. Keyin anvil kerak. Keyin qo'y bilan любой mob любой mob chiqyapti. De ship olamiz. Keyin name tagida o'chirib pastki chiziqcha o'zi ko'rasizlar bilanchilar. Mana qo'yni ko'ryapsizlarmi? Wow. Bu qo'ymi, kamalaymi? Ko'pchilik qiziqtirayotgan narsa, buni o'ldirgandan keyin qanaqa jun tushadi? Rang-barang jun tushadimi yo oddiy tushadimi? Menimcha oddiy tushadi. Bu vaqtda. Oq rang tushdi. Mayli. Endi ikkinchi eksperiment o'tamiz. Hozir uni ham qilamiz. Go. Çektirimiz. Yak. Neyse güm. YouTube'dan görüyordum. Babi'ydi bilse. Ben sana öyle küçük ne yaparken. Babi. Kanı. Dakika köke. Ha gümse. Babi. Cho'chqaga qiluvdi. Cho'chqaga ham qastirmoqqa qiluvdi. Ular ikkinchisi o'xshamay ekan. O'xshaydi bu qadar space chiqdi. Voy beli. Cho'chqa kerakmi? Cho'chqa. Be. O'lib ketdi. Üçüncüsü ana bular bilan emas, ana burası ki mana u hamma bilsa kerak. Kiyim qo'yayotgan ko'pchilik bilsa kerak, qilishlar fu o'ynagandek qiladi. Shani ko'rdim. O'xshasa, sen o'xshamas. Nima keraklilarligi esimga hali. Adashmasam mana shu kerak. Keyin shtali. Restoran qan? Mana. Apolashlar kerak. Qani inni qo'yib chiqaylik. 1 2 Har ikkita tayyorlab, ikkita o'tdan sindiramiz. Bitta, ikkita. Uchtali bo'pti. Yana bittali qilaylik birlikda. 1 2 3
Bo'ldi, tayyor. Endi plan qo'yib chiqamiz. Chapga o'ngga, to'g'riga, orqaga qaraydi. To'g'riga qaraydi. Bu orqaga qaraydi. Endi hammasiga bittadan qilich berib chiqamiz. Qani endi mana to'rtdan tayyor. Bunday qo'yib chiqib bittamni qo'yadi. Yana bitta yana bitta qo'yadi. Bunday qo'yadi. Ne arkadaşlar? Kimse ne koyuyor dedi. Loda. Yeni ismi geliyor bence. Ne kadar? Bekle bitti koy. Bekle bitti koydu. Ana. Baskırası bence. İşlep gitti. Ana. İşlerde üçüncüsü. Başka çare bulmuşlardı ki. Ular zaten kılıç kudur oldu ki. Restoran uçuruyor koptu. Ya okul sen ne oldu ki de kısa. Klas üçüncüsü o'xshadi sen buni, o'xshamasam sen buni. Tamam. Nasıl böyle? Klas endi bir de cho'zilib ketish kerak edi. Mencha bo'lib qolibdi. O'shaning uchun talpa qildiramiz. Bitta Varden qarshi 5 ta gol. Bekka bo'lmaydi. Zo'r. Qaysi golga ketamiz? 1 2 3 4 5 6 6 ta. O'zga ketamiz. Bot. Urushga topdi. Jahon urushi. Agar bitta golni tirik qolsa, ikkita gol bo'ladi. 6 golni kuch yetmaydi qadam. Hozir bo'lsa bo'ladi, kuchli bo'ladi. Ro'hlab chiqarishibdi. 6 gol, 5 gol o'ldirishibdi ularning kuchi. Mana 7-si o'ldirdi. Ana. Bo'ldi, yaxshi obunachilik, yaxshi. Bir uxlab olgim kelyapti bak. Tomon charcha. Undan keyin serial ishlatim bor, osammi yo'qmi? Faqat normalniy karta chiqmayapti, shaharlik. Telefonimga tushayotgan. Nechtasini kartani o'tkazsam ham internet bo'ladi. Internet bilan kirsam internet yo'q deydi. Bilmayman shunaqani.
Keyin yana bitta life hack bor edi. Hozir shuni qilamiz. Ko'pchilik bildimi yo'qmi? Kommentda yozib ketinglar. Hozir qilayotgan narsamni. Men qo'rli paqiram kerak. Qo'rli satildi yani. Mana da ki qo'li sinmadi. Biz mana bunda qo'yib chiqaylik-da. Liftda ishlaydi bu. Men boyagidan ular chiqmaydi. Bo'lishlar. Mana choynikchalardan qo'yib chiqamiz. Bilmayman, choynikka o'xshatdim. Tufaymi? Nima bo'lyapti bunachi? Kaktus qo'yaylik-da. Kaktus eng zo'ri. Kaktus bilan ham qilsa bo'ladi. Kaktus. Bugun yo'q, ko'p narsa qilyapman. Kallam yeshiganni qilaman. Shuni qilib turaman, o'xshasa bo'ldi. O'xshamasa ketdi. Ya suv bor joyga kaktus o'smaydi. Mana biz bunga qo'ygandan keyin bu chunki nima ishlab turibdi. Bu ham o'xshamadi. O'xshamadi. O'xshatsa ham bo'la hozir qo'rasizlar. Bunachilar o'xshash kerak. Voy kaktus bo'lsa shundan o'xshatiraman. Chiqaraveribdi. Sen o'ynaychi buzib turaman. Sen harom. Rapam bo'libdi. Neyse qo'ydimmi? Ana suvda ishlab turish kerak.
15 minutdan o'tib ketdi. Epahoy. 1 soatlik video qo'yib telefoningiz kinoboda yumshoq bo'lgandan keyin kinoda bitta ustidan borib yuklaganday qilsam ichine yuklanib ketib qolibdi. Nima suv chiqibdi? Suv chiqmasligi kerak suv. Hey. Qayerdan kelyapti suv? Nima ya? Bitta qolib ketibdi. Bitta. Mana. O'xshadi. 10 yil deganda. Qaranglar, vrachlar mana bunaqa narsa. Tepa bosasizlar. Avtomatik o'zi chiqarib qo'yadi. Lift qaranglar obunachilar. Hozir ananga qo'yib olay. Mana turibsizlar. Qaysi qo'yasizlar yana. Tayyor lift. Obunachilar shu bilan video ham tugadi. O'zi yo'lni почти 17 minut bo'libdi. Las tezroq birga kerak. Like bosib obuna qo'yinglar. Bunaqa videolar ko'p chiqishi uchun yaqinda ana u video chiqarish niyatim bor nimadi? Survival qilaman. Xullas borki, Krablin bilan survival qayta chiqarish niyatim bor ekan. Chiqarsammi yo'qmi? Uni ham kommentda yozib ketinglar. Hamma sizlar bilan jazorak Minecraft bo'ldi. Har doim kerak. Qisqa 17 minut ichida. Voy bilay, basel.